Bugungi mavzumiz demak jigar, gepar lotinchasiga o'ng qovurg'alar yoyi ostida joylashadi. Yuqoridan demak diafragma bilan chegaralangan, pastki tomonda esa demak ichki organlarga qaragan yuzasi bor. Shunga ko'ra facies diafragmatika yuqorgi yuzasi, facies visceralis ya'ni ichki organlarga qaragan yuzasi, ikkita yuzasi tafovut qilinadi. Jigarni o'zida demak ikkita bo'lakdan iborat, o'ng bo'lak va chap bo'lakdan iborat. O'ng bo'lagimiz lobus dexter, chap bo'lagimiz demak lobus sinister deb aytiladi. Endi jigarni o'zida 8 ta segment va 5 ta sektor aniqlanadi. 8 ta segmentda 4 tasi demak bizlarda bo'ladi. 5 dan 8 gacha bo'lgan segmentlarimiz o'ng bo'lakda, 1 dan 4 gacha bo'lgan segmentlarimiz demak bizlarda chap bo'lakda bo'ladi. Va bundan tashqari 5 ta segment tafovut qilinadi. Demak, o'ng bo'lagimizda ikkita sektor bo'lsa, demak chap bo'lagimizda 5 ta sektordan iborat bo'lar ekan. Jigarimizni umumiy tuzilishiga ko'radigan bo'lsak, o'ng qovurg'alar yoyining ostida joylashgan, bir oz qismi chap tarafga o'tadi va pastki burchagi margo inferior, pastki tomon, ya'ni yuqorgi va bizlarda bo'lyapti diafragmaga qaragan va ichki organlarga qaragan yuzalari birikkan joy margo inferiori normada, demak bizlarda o'ng qovurg'alar yoyi chegarasida paypaslanmaydi va jigarni o'zini umumiy tuzilishni oladigan bo'lsak, yana yuqorgi qismidan diafragma muskuli bilan birlashyapti va bu yerda bizlar ko'rishimiz mumkin o'sha qorin pardani duplikaturasi, ya'ni ikkilanishidan hosil bo'layotgan demak boylamlar bor, ligamentumlarni ko'rishimiz mumkin. Birinchi yuqoridan ko'rgan boylamimiz bu ligamentum demak coronarium hepaticus, ya'ni jigarning tochsimon boylami o'ng va chap bo'lakning yuqorgi qismini ko'rib turibmiz. Demak to'liq qoplab turibdi va undan tashqari o'ng bo'lak va chap bo'lakni bir-biridan ajratib turadigan boylam ligamentum falciform bor. Demak bu o'roqsimon boylam deb aytiladi va o'roqsimon boylamning pastki tomonida ligamentum teres hepaticus, ya'ni o'sha jigarning yumaloq boylamini ham ko'rishimiz mumkin va bu yumaloq boylam keyinchalik demak kindik bilan tutashadi. Yana nimani ko'rishimiz mumkin? Diafragmaga qaragan yuzasi silliq bo'ladi, ya'ni boshqa organlarni tushib turmaganligi uchun faqatgina bizlar ko'rishimiz mumkin bu yerda chap tarafda demak birozgina botiqlik bo'ladi, juda ham sezilmaydigan o'sha impressio kardiaka, yurakni demak bir qismida tushib turadigan demak botiqlikni ko'rishimiz mumkin. Endi jigarni o'zini ostki tomondan, ya'ni ichki organlarga visceral, facies visceral qismini ko'radigan bo'lsak, xuddi jigarni ostki tomondan ko'rinishi visceral qismini ko'radigan bo'lsak, demak bu yerda 4 ta qism tafovut qilinyapti. Birinchisi demak chap bo'lagi lobus sinister, ikkinchi asosiy bo'lak bu o'ng bo'lak, bu lobus dexter va undan tashqari bizlarda o'sha yuqorgi qismida ko'rishimiz mumkin, ya'ni vena cava inferior, pastki kavak venaga yaqin joyda lobus caudatus dumsimon demak qismi va pastki tarafda demak vesica biliaris, ya'ni o't pufagiga yaqinroq bo'lgan, ya'ni o'rta chiziq bo'yicha oladigan bo'lsak, o't pufagiga yaqinroq bo'lgan joyda lobus quadratus, ya'ni kvadratsimon demak bo'lagini ko'rishimiz mumkin ekan. Endi ostki tomondan, ya'ni ichki organlarga qaragan tomonni o'ziga xosligi nimadan iborat? Chap tarafda bo'lagini oladigan bo'lsak, birinchi bizga ko'zga tashlanadigan narsa impressio gastrika. Chunki bu yerda demak me'da joylashgan, me'daning bir qismi joylashgan bo'ladi va o'sha me'daning botiqligini ko'ramiz. Biroz pastroqda esa bizda tuber omentali, ya'ni charvining demak tepaligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni katta charvini tepaligi mavjud bo'lar ekan va undan biroz yuqoriroqda ko'rishimiz mumkin impressio esophagealis, ya'ni o'sha chap bo'lakda yuqoriga demak chap bo'lak yuqori qismida ko'rishimiz mumkin impressio esophagealis, ya'ni qizil o'ngachni botiqligini. Agar o'ng bo'lakka o'tadigan bo'lsak, endi birinchi eng yirik ko'radiganimiz bu o'ng buyrakni botiqligi, impressio renalis dextrani ko'rishimiz mumkin va o'sha o'ng buyrakning buyrak usti bezi bor impressio suprarenalisni ko'ramiz. Glandula impressio demak suprarenalisni dextrani ko'ramiz va ulardan biroz pastroqda 12 barmoqli ichakning botiqligi bor, ya'ni incisura duodenalisni ko'rishimiz mumkin va biroz pastki qismida jigarda yo'g'on ichagimizni demak chambar ichak qismini, ya'ni kolika qismini
Gauss-Tree kollilarini hisobiga hosil bo'ladigan demak impressio kolika, ya'ni chambar ichakni botiqliklarini ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi bu botiqliklardan tashqari yana nimalar bor? Biz ko'rishimiz mumkin bu yerda demak vesica biliaris, ya'ni o't pufagi bor. O't pufagi to'g'ridan to'g'ri o't pufagiga demak o'sha jigarning darvozasidan demak bizlarda porta hepaticusdan kelib chiqayotgan demak o't yo'li bor, ductus holidocus va ductus holidocus demak bizlarda bir tarafdan 12 barmoqli ichakka ductus demak umumiy o't yo'lini, umumiy jigardan o't yo'lini hosil qilib chiqib, ikkinchi tarafdan demak o't pufagiga qarab yo'naladi. Bu yerda ductus cystus, ya'ni o't pufagining yo'lini hosil qiladi va o't pufagiga demak jigardan ajralgan o't suyuqligi boradi va demak o't pufagi bu yerda o't suyuqligini konsentratsiyasini bizlarga oshirib beradi. Keyin agar demak o'rta chiziq bo'yicha ko'radigan bo'lsak, shu jigarimizda asosiy qismida o'sha to'rtburchak va dumsimon qismlarning oralig'ini ko'radigan bo'lsak, aynan bu yerda demak jigar darvozasi bor va jigarning darvozasidan asosiy qismi jigar arteriyasi kiradi. Ya'ni arteriya hepaticus bor bizlarda, demak o'sha qorin aortasidan boshlanib kelayotgan, demak bizlarda arteriya o'sha ciliacusdan tarmoq olib kelayotgan, demak jigar aortasini, jigar arteriyasini ko'rishimiz mumkin. Arteriya hepaticus propriani, ya'ni jigarning xususiy arteriyasini hosil qiladi va bu ikkalasi ham jigarda o'ng va chap tarafga bo'linib, demak jigarning o'ng va chap bo'lak arteriyalarini hosil qiladi. O'ziga xosligi jigar arteriyasini va bu yerda jigar arteriyasi bilan birga o't yo'llariga ham tegishli bo'lgan qismi bor. Agar o't yo'lini oladigan bo'lsak, demak bu yerda jigardan chiqadi tashqariga, ya'ni 12 barmoqli ichakka ductus holidocus o't yo'lini hosil qilib 12 barmoqli ichakka papilla duodenalis majorga, ya'ni 12 barmoqli ichakning katta so'rg'ichiga quyiladi doimiy ravishda demak o't suyuqligi va ikkinchi tomondan o't pufagiga o'tni yetkazib turadi. O'ziga xosligi nimadan iborat? Keyingi rasmlarda yana ko'rib o'tamiz. Bu berilgan jigarimizni boya sizlar bilan aytib o'tgan segmentlari va sektorlari bekorga emas, o'ng va chap bo'lagining har biridagi segmentdan alohida bo'lib o't yo'llari hosil bo'lib chiqib kelib umumiy o't yo'lini va o't yo'lini hosil qiladi. Arteriya qon tomirlari ham jigarni o'ng va chap bo'lagiga kirayotgan vaqtida har bitta o'sha segment va sektorlarga o'sha bo'linib, o'sha sektor va segmentlarga alohida bo'linib o'tayotganda har bitta bo'lagi uchun demak alohida tarmoq berar ekan. Endi yana jigarda o'ziga xosligi jigar darvozasiga vena portani kirishidir. Ya'ni arteriya bizlarda demak vena porta hepaticus, jigarning demak darvoza venasi yoki bo'lmasam qopqa venasi deb aytilib yuritiladi bizlarda, qopqa venasi deb. Demak vena porta o'sha darvoza venasini o'ziga xosligi, agar e'tibor qiladigan bo'lsak, bu jigarni ichiga kirib ketyapti, jigar darvozasi orqali va bu hali yana o'tiladi o'sha venos qon tomirlar tizimida. O'ziga xosligi ovqat hazm qilish sistemasida, demak bizlarda me'dadan, ichaklardan kelayotgan qon tomirlar o'zaro qo'shiladida, demak jigar bizlarda o'sha darvoza venasini hosil qilib, demak vena hepaticusni hosil qilyaptida, demak darvoza venasini, vena portani hosil qilib jigarning ichiga kirib ketadi va o'sha ovqat tarkibida mavjud bo'lgan zararli moddalarni parchalab, qayta ishlab, tozalab beradi va o'shandan keyingina ortiqcha hosil bo'lgan moddalar jigarning o'zini venasi bor. Ya'ni vena hepaticus deyiladi. Jigar venasiga orqali ajraladi, u ham bizlarda bo'linadi. Demak, jigarning chap, o'ng va o'rta demak venasiga bo'linadi va bu venalarga to'planib, pastki kavak venalarga, vena cava inferiorga quyilib, demak o'sha ayirish organlari orqali tashqariga chiqarib yuboriladi. Endi yana qo'shimcha nimani ko'rishimiz mumkin? Mana bu yerda biz hozir sanab o'tgan organlarimizda joylashganini ko'rib chiqishimiz mumkin. Agar jigarda umumiy deb oladigan bo'lsak, u demak jigarimizda hozir ko'rib chiqqanimiz, ya'ni chap tarafida me'da, gasterni ko'ryapmiz. Kichik egirlik tomoni bo'yicha demak joylashyapti va yuqoriga o'sha chap tomonda kirish qismida ezofagusni ko'rishimiz mumkin. Qizil o'ngachni, shuning uchun bu yerda impressio ezofagialis bor edi.
va o'ng tarafga o'tayotganda va o'rta chiziq bo'yicha ko'radigan bo'lsak jigarda demak 12 barmoqli ichakni demak joylashgan joyi xuddi shuni o'zida va mana bu yerda demak bizlarda yo'g'on ichakning chambar qismini ko'ndalang chambar ichagini joylashganini ko'rishimiz mumkin va aynan shu chambar ichak uchun demak impressio kolika bor edi. Bu yerda demak buyrak va buyrak usti bezi joylashgan. Bu yerda ham juda yaxshi ko'rsatgan. Demak bizlarda vena porta, darvoza venasi, ya'ni qopqa venasi jigarning ichiga kiryapti va undan tashqari jigarni o'zini venasi jigarning ichidan o'sha qayta ishlab chiqilgandan keyin tozalangandan keyin hosil bo'lgan keraksiz moddalarni olib pastga kavak venaga quyar ekan. Endi agar jigarni bo'laklarini alohida ko'radigan bo'lsak, nimalarga e'tibor beramiz? Bu yerda jigarda yana qo'shimcha fossa vesica biliaris bor. O'ng bo'lakka e'tibor qiladigan bo'lsak, o'rta chiziq bo'yicha ketadigan bo'lsa, o'ng bo'lagimizda demak bizlarda o't tufagini demak chuqurchasini ko'rishimiz mumkin va undan tashqari yana insizura ligamenti tetris, ya'ni o'ymachasi bor, yumaloq demak bizlarda o'sha kindikka ketayotgan o'sha yumaloq boylamni demak o'ymasini ko'ramiz va biroz pastroqqa o'tadigan bo'lsak fissura ligamenti venosi, demak venani boylamini ko'rishimiz mumkin. Bu ham o'sha chap bo'lak bilan dumsimon bo'lakni qo'shilgan joyida va jigarning o'ziga xosligi yuqori orqa qismida bizlar ko'rishimiz mumkin. O'sha qorin parda bilan o'ralmay qolgan qismi bor va bu qismi aria nuda deb aytiladi va qolgan qismlari qorin parda bilan o'ralgan holatda bo'ladi. Shu sababli ham jigar uch tomonlama qorin parda bilan o'ralgan organ hisoblanadi va bizlarda mezoparietal organ deb aytiladi. Agar hamma tarafdan o'ralganda intraparietal bo'ladi. Demak, ariam nuda sohasi o'ralmaganligi uchun demak ochiq holatda bo'ladi. Bundan tashqari aynan mana shu hudud va undan tashqari vena gepatikusni ko'ryapmiz. Jigar venasini, jigar venasiga yaqinroq bo'lgan joyda sulcus vena cava inferior, ya'ni bizlar ko'rishimiz mumkin egachchasini, demak pastki kavak venani egachchasini ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shu joyda joylashar ekan. Bu yerda ham mana o'sha jigarni orqa yuzasi, ya'ni visceral yuzasi pastga qolyapti va uning ustiga yuqorgi yuzasini ko'rayotganimizda alohida ko'rishimiz mumkin. O'sha o'ng bo'lakning yuqorgi qismida, ya'ni dumsimon qismga yaqin joyda vena gepatikus boshlanyapti, ya'ni jigar venasini ko'rishimiz mumkin. U to'g'ridan to'g'ri pastki kavak venaga, vena cava inferiorga bog'lanyapti va ostki tomonda vesica biliaris, demak o't tufagini demak bizlar ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Shunda jigar darvozasidan, demak darvoza venasi jigar ichiga kiradi, jigarning xususiy arteriyasi jigarning ichiga kiradi va demak o't yo'li ductus halidocus jigarning ichidan tashqariga chiqar ekan. Endi jigarning hujayralari, jigarimizda o'ziga xosligi uning gepatotsit hujayralarining mavjudligidadir. Ya'ni jigar hujayralari o'ziga xos bo'lib 6 ta qirrali, ya'ni o'sha asalarining uyasiga o'xshash 6 ta qirrali prizmalarni hosil qilishidir va ularning o'sha gepatotsitlarning umumiy soni demak bizda 500 mingta bo'lishidir jigarda va bu yerda o'ziga xosligi nimadan iborat? Agar bizlar bitta gepatotsit hujayrasini demak oladigan bo'lsak, bu yerda o'ziga xosligi bu hujayralarning markazida vena demak centralis, markaziy vena joylashgan bo'ladi va bu markaziy vena keyinchalik demak o'sha jigardagi qayta ishlangan qonni tashqariga demak olib chiqib ketish vazifasini bajaradi. Bundan tashqari demak jigarning har bitta ustunchasini yonida bizlar ko'rishimiz mumkin. O'sha ustunchalarga tegishli bo'lgan bo'laklar aro demak arteria interlobularisni, ya'ni bo'laklar aro arteriyani, vena interlobularis bo'laklar aro venani va demak bundan tashqari bizlar ko'rishimiz mumkin ductus ya'ni o'sha o't yo'lini ko'rishimiz mumkin. Bo'laklar aro o't yo'lini ko'rishimiz mumkin har bitta ustunchani atrofida. O'ziga xosligi nimadan iborat? Va bu yerda o'sha markaziy venaga qarab ketgan oraliqda har bitta shu ustunchadan boshlangan sinusoid demak qon tomirlarining, kapillyar arteriya qon tomirlarining mavjudligini olishimiz mumkin va bu yerda qon asosan harakatlanadi markaziy vena tomonga qarab, lekin o't yo'lini o'ziga xosligi demak o'sha gepatotsitni markaziga nisbatan demak joylashganida
bir tomoni yopiq berk bo'ladi, ikkinchi tomoni esa umumiy bo'laklararo o't yo'lini hosil qilib, keyinchalik umumiy o't yo'liga bog'lanadi va umumiy o'sha o't yo'lini hosil qilib 12 barmoqli chakka va o'sha o't pufagiga quyiladi. Endi o't pufagini hosil bo'lishi jigarda. Agar e'tibor qiladigan bo'lsak, o't pufagimizda vezika biliarisda o'ng jigarimizda o'ng bo'lagi va jigarimizning chap bo'lagi deb oladigan bo'lsak, har bitta boya aytib o'tganimdek, demak, segmentlarga alohida ajralib hosil bo'ladi. Demak, bizlarda agar o'ng bo'lakni oladigan bo'lsak, o'ng bo'lagimizda, demak, yuqoridan bizlarda ductus segment 5-chi, ya'ni 5-chi demak segmentni o't yo'lini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda 8-chi segmentni o't yo'lini ko'rishimiz mumkin. Bular pastga tomon yo'naladida oldingi shoxni hosil qiladi va oldingi shox umumiy jigar, ya'ni ductus hepaticus dexter umumiy, demak, o'ng yo'lni o't yo'lini hosil qilyapti. Ikkinchisi esa, demak, bu ham shu o'ng tarafdan faqat oldingi bo'lsa, birinchi ko'rganimiz, endi ikkinchisi orqa shoxini hosil qilyapti o't yo'lini. Orqa shoxi esa bizlarda bo'lyapti 7-chi va 6-chi segmentdan, demak, o't hosil bo'lsa yig'ib olyapti-da, u ham demak bizlarda qo'shilib ductus hepaticus communis umumiy o't yo'lini hosil qilyapti va umumiy o't yo'li boya aytganimdek, demak, o't pufagi va 12 barmoqli chakka quyilyapti. Chap tarafda ham xuddi shunday, faqat sal farq qiladigani, demak, bu yerda ramus lateralis, lateral shoxi hosil bo'lyapti va bundan tashqari bizlarda birinchi segmentdan ham o'ng bo'lakda, ham chap bo'lakka, demak, tarmoq beryapti o't yo'li, jigardan hosil bo'lyapti va bu yerda boya aytib o'tganimizdek, birdan tortib, demak, bizlarda 4gacha bo'lgan o't yo'llari, demak, bir-biri bilan qo'shilib umumiy o't yo'lini hosil qilishda ishtirok etyapti va jigarimizda hosil bo'lgan o't suyuqligi odatda, demak, o't pufagi va to'g'ridan-to'g'ri, demak, 12 barmoqli chakka quyiladi. O't suyuqligining asosiy vazifasi, demak, ovqat tarkibidagi yog'ni emulsiya, ya'ni molekulyar darajada parchalab berish vazifasini bajaradi. Asosiy bajaradigan vazifasi. Va bu yerda bizlar bilamiz, 12 barmoqli chakda quyilayotganda bir vaqtning o'zida 12 barmoqli chakni katta so'rg'ichiga me'da osti bezidan kelayotgan ductus, demak, pankreas yo'li ham ochilar ekan.